Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ahmedov Mirqodir Rustamaliyevich. Bugun sizlar bilan obstruktiv bronxit haqida gaplashamiz. Bu kasallikni tanlashimizga sabab, bu kasallikni ko'pchilik e'tiborga olmaydi va vaqtida davo olmaydi. O'shaning uchun surunkali kasallikka o'tib ketadi. Shuning uchun bunga e'tibor qaratamiz. Avvalo bronxit haqida gaplashsak. Bronxit nima? Bronxit bu nafas yo'llarining yallig'lanishi hisoblanib, obstruktiv bronxitda esa nafas yo'llari to'rayadi. Aynan allergik obstruktiv bronxitda nafas yo'llari allergen ta'siridan keyin to'rayadi. Buning natijasida esa bemor nafas ola olmaydigan darajagacha yetib keladi. Allergik obstruktiv bronxitning belgilari. Sizda quyidagi belgilar kuzatilyaptimi? Diqqat qiling. Uzoq davom etadigan quruq yo'tal, kechalari yomonlashadigan yo'tal, nafas yo'llarida hushtaksimon tovush, nafas olishda qiynalishlar, ko'krak qafasida siqilishlar va bosim. Obstruktiv bronxitning sabablari. Buni asosan allergenlar qo'zg'atadi. Allergenlar bo'lishi mumkin. Gul va uy changlari, hayvon yunglari, oziq-ovqat mahsulotlari, chekish yoki sovuq havo. Organizm bularga qarshi kurashayotgandek javob beradi. Bronxlar to'rayadi va yallig'lanish yuzaga keladi. Allergik obstruktiv bronxitning boshqa kasalliklardan farqlash uchun differensial diagnostika muhim hisoblanadi. Shuning uchun buni boshqa o'xshash kasalliklardan farqlash, differensial diagnostika qilish zarur. Quyida asosiy ajratib olish kerak bo'ladigan kasalliklar haqida differensial diagnostikasini gaplashamiz. Birinchisi, eng asosiysi bronxial astma bilan differensial diagnostikasi. Avvalo o'xshashligi. Ikkalasida ham hushtaksimon xirillashlar eshitiladi, quruq yo'tal kuzatiladi, nafas chiqarishda qiynalishlar kuzatiladi. Farqi esa astmatikda doimiy xurujlar bilan kechadi. Obstruktiv bronxitda esa simptomlar barqaror va uzoq davom etadi. Astma ko'pincha irsiy bo'ladi. Ko'proq bolalikdan rivojlanadi. Keyingi kasalligimiz oddiy virusli bronxit bilan differensial diagnostikasi. Oddiy virusli bronxit odatda shamollashdan keyin paydo bo'ladi va 1-2 hafta davom etadi. Allergik bronxitda esa haftalab, hatto oylab ham davom etishi mumkin. Oddiy virusli bronxitda ko'pincha yo'tal balg'amli bo'ladi, obstruktiv bronxitda esa aksincha quruq yo'tal bilan kuzatiladi. Keyingi kasalligimiz o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, ya'ni Hobl. Hobl ko'pincha kattalarda va chekuvchilarda kuzatiladi. Nafas siqishi doimiy bo'ladi. Allergik obstruktiv bronxitda esa ko'proq bolalar va yoshlarda uchraydi va allergen bilan bog'liq bo'ladi. Keyingi kasalligimiz pnevmoniya. Pnevmoniyada asosan holsizlik, harorat bilan kuzatiladi. Ya'ni harorat ko'tariladi, titroq bo'ladi. Yo'tal ko'pincha balg'amli, ba'zida esa qon aralash bo'ladi. Allergik obstruktiv bronxitda esa harorat kamdan kam ko'tariladi va doimiy holsizlik kuzatilmaydi. Umumiy holat yaxshi bo'ladi. Keyingi kasalligimiz esa psixogen, ya'ni stressga bog'liq bo'lgan nafas yetishmovchiligi. Bu bilan differensial quyidagicha kechadi. Bu holatda hech qanday allergiya yoki yallig'lanish belgilari kuzatilmaydi. Tahlillar normada bo'ladi, lekin insonda nafas yetishmovchiligi kuzatiladi. Allergik bronxitda esa o'pkaning funksional testlarida o'zgarishlar kuzatiladi. Allergik obstruktiv bronxit qanday aniqlanadi? Shifokor avvalo sizning shikoyatlaringizni eshitadi, keyin esa spirometriya apparatida nafas quvvati o'lchanadi. Allergik testlar yordamida allergik obstruktiv bronxit sababi aniqlanadi. Davolash usullari. Davolash usullariga bronxodilatator ingalyatorlar, nafas yo'lini kengaytiruvchilar, kortikosteroidlar, ya'ni yallig'lanishni kamaytiradi, antigistamin preparatlar allergik reaksiyani pasaytiradi. Uy sharoitida esa issiq choy, havo namligini saqlash va allergendan uzoq yurish muhim hisoblanadi. Allergik obstruktiv bronxitni oldini olish. Changdan saqlaning, uy hayvonlaridan vaqtincha uzoqlashing, sovuq havo va tutundan o'zingizni asrang. Immunitni mustahkamlash uchun to'g'ri ovqatlaning va jismoniy faollikni oshiring. Agarda sizda yoki farzandingizda ushbu belgilar kuzatilsa, darhol tekshiruvdan o'ting. Kasallikni erta aniqlash va davolash sog'lig'ingizni saqlab qoladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va albatta obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa kommentda yozing. Rahmat, salomat bo'ling.